95% of our registered users are opening our application and doing stuff for free. When I'm talking about our application, I'm talking in general in all our businesses. And what does it mean, all our businesses? What does... Oh, mana. Exhibition participant more 100 local company and more 24 Tekstil yo'nalishi bo'yicha O'zexpoda выставkada ochilish marosimi bo'lyapti. Shu ochilish marosimida qatnashyapmiz kompaniyamiz bilan. Mana bu Savdo sanoat palatasida qanaqadir 3-zammi ish qilib ingliz tilini bilar ekan, yaxshi, juda ham yaxshi. Ajoyib bo'ldi. Lekin qolganlar ko'pchilik bilmas ekan. Hozir ko'ramiz bular nimadir ekan. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Bethesda Exhibitions xalqaro ko'rgazmalar kompaniyasi va uning hamkori IC Euraziya nomidan Uztextile Expo Plus 2024 xalqaro to'qimachilik va moda sanoati ko'rgazmasi ishtirokchilari va mehmonlarni kutlashga ijozat bersangiz. Uztextile Expo ko'rgazmasi O'zbekiston to'qimachilik Butun dunyodan kelgan, Rossiyadan kelgan imkoniyatlarni namoyish etish va eksport salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan samarali vositalardan biri sifatida munosib e'tirofga sazovor bo'ldi. Ko'rgazma doirasida o'tkaziladigan an'anaviy chet elliklar xaridorlar dasturi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini jahon bozorlarida tushunmayapti bechoralar. Eng qiziq rizq qattiq bor kuchi bilan bechoralyapti. Rizq kulgili bu holatda tushunmasdan og'zini ochib qarab o'tirishdi. It's time to cut the symbolic red ribbon of the 9th of October 2024 and the 17th Charm Expo 2024 International Exhibitions. We invite our guests. And now we want to invite the diplomatic missions of in our country, foreign countries, ambassadors of foreign countries in Uzbekistan, such as Turkey, India, Russia, Turkish Republic, Bangladesh, Republic of Belarus. Thank you. Ana chet elliklarni представительlari ana ko'rgazma ham ochildi. Işte lentalarni. İki marta basarız. Başladan. Başladan mı? Aha. O'shani boshqatdan bosing. Birinchi narada bosing. Buni bosish kerak? Da. Keyin buni bosish kerak. Da.
pechkaga qo'yib qo'yganim bo'ladi. Ha. Ko'p xato qildi-da. Ko'p xato qildi. Ani kerakli toshlarni noto'g'ri oldi. Nima qiladi? Sizga o'yingizga qaramasdan chetdami? Sun'iy intellekt. Hozir. Ha? Ha, buni hozir bo'ldimi? Qaytyaptimi endi? Kompyuterni mod qildim. Endi slabirog'iga qo'yibdi-da, bo'lgancha. Bilganimda kuchliroq. Tavba. Al-Xorazmiyga rahmat. Shu faqat shu bilasizmi? Maqtanishdan boshqa narsaga yaramaymiz-da. O'shanga harakat qilishimiz kerak. Bular o'sha ilmlarni avvaldada rivojlantirib yubordi. Biza asoschisi anaqa bo'lib turib, biza mana o'zi asl negizi O'zbekistonga taqalyapti, lekin ishlab chiqarish chet elga boryapti. Yo tavba. Ana. Menimcha mamta turish kerak edi-da. Olmaydi? Ha. Joyini Ikki marta bosib yubordim-a? Mamta turibdi. Bo'lmadi. Qog'ozdan bosing. Xo'sh. Mod qo'ysam ham bo'lar ekan. O'ntasini bosasiz. Mod qildim kompyuteringizni. Mod dedimi? Ha, mod yutdingiz. Qoyilman. Kaspar Bukit. Ikkinchi level. Ha, slabiyedamidi? Sun'iy intellektda. Sun'iy intellekt siz darajangizni o'lchab beradi. Yutganingizdan keyin darajangizni chiqarib beradi oxirida.